Chamdisa bo'lsin Gamer va bugun qandaydir la'natlangan Minecraftni o'ynab ko'ramiz va bu nega men 100 marta o'lsam bu ot o'lmayotganini bugun aniqlaymiz. Bu qanday bo'lishi mumkin? Va obunachilar, men birinchi unaqa kirdim va bu odatiga o'xshayapti. Bu aytishcha bu bitta oddiy Minecraft edi. Volt anayoq tusimda do'stim bor shuni Minecraft dunyosi va bu aytishcha agar bu juda ham har xil anomaliyalar pisada bo'larkan, bu juda ham eski versiyada o'ynagan va men bu versiyani yangiladim va u qo'ygan narsalarni nima qilibdi. Yaxshi, chiroyli qo'ygan ekan. Bunaqa qo'ychiligini bilmagandim. Agar bunda juda ham g'alati narsalar paydo ekan bu Voltda. Va agar men bu dunyoda bir marta bo'lsa ham hali anomaliya uchratmasdan nima qilsam, uning yuzim berkan. Agar men bitta qo'rqib ketsam, bu soatda ichida chiqib ketib anomaliya qo'rqimlik tinchligidan chiqib ketsam, menga men beraman ekan. Va bu juda ham yomon. Sandiqlardachi hech nima. Hozircha hamma narsa normal. Bu men bu nima 200 soat kreativga qo'yganga o'xshayapti, chunki holatda ot ismi qanday Pedebanomidi, Ananomidi. Ashuna ekan va bu juda ham chiroyli qo'yilgan. Va neza portal menimcha uyda ham ba'zi bo'lsa kerak balki. Bu juda ham zamonaviy. Menimcha buni modpackdan qo'ygan bo'lishi mumkin yoki bitta uydan qilib. Bunchalik aql etmaydi bunga. Va nezaga o'tib ko'ramiz. Nima borligini bilmadim, lekin ko'pincha nezada bu Minecraft beta tayyorlanmagan, bu xatolar bo'lishi mumkin. Lekin qanday oddiy. Oddiy va men yaxshi, bu yerda yaxshi narsalar bor ekan. Va ishqilib bu yerda men bilmadim, menimcha buni aytishcha bitta uyni oldida unaqa qishloq bor ekan. Qanaqadir g'alati bunker qo'ygan ekan. Qishloqda qarashim kerak, menimcha shunday xatoliklar yuz beradi. Va bu yerda qanaqadir butunga qimmat ovqatlar, steak. Aytyapman, bu uni aniq o'zi qo'ymagan. Buni lekin aniq o'zi qo'ygan, chunki bu aniq. Men ham oldin shunaqa nubudim va yoshligim sataryapti bu juda ham. Ha, shunday. Lekin bu ostonda bilmadim, lekin qanaqa bu yerda yaxshi narsalar bor ekan. Xo'sh, va bu yerda kamon o'qlari. Nima sehrlashni bilmaydim, effektivность yaxshi va bu. Bu yerga kamon, bu yerga shu. Va albatta qalqon, bitta unaqa kamon va ba'zi bolta. Bo'ldi ovqat. Yaxshi, bu yerda yaxshi narsalar bor. Va slovni sehrlangan unaqa ham bor ekan. Bu aslahalarni kiyib olaman. Protection 2. Bilmadim, bu sehrlashni bilmasa kerak. U biladi, просто men uchun oldin eski bo'ldi ekan. Lekin menimcha mono joy eski dunyosi. Tashqaridagi nezadan keyin neza eski dunyosi, unaqasi esa yangisi. Yangi o'zi qo'ygan bo'lsa kerak. Bu sinovda bo'lgancha tepamda qanaqadir narsalar chiqyapti, hali yozuvlar. Fpsini tekshirgan. Juda ham yaxshi. Va meta sehrlangan oltin olma. Menga yaxshigan tayyorgarlik kerak. Va bu yerda keyklar, tortlar. Va men ketdim oddiy dunyoga. Va buldozoq. Yangi Minecraft obzor bo'lgan unaqa versiyasi. Bilmadim, bu endi otni minib ketaman endi. Yaxshi, Pedenano. Yaxshi, Pedenano. Chiqa olasizmi? Bu otni ham ko'rgizgan, hech chiqmaydi. Ammo bu ot zotda otmas ekan. Minecraftda har xil zotda otlar bor. Joni kamida 10 2 va ko'proq bo'lgan otlar ham bor. Oppoq qora ot. Ular zotda otlar hisoblanadi va ular juda ham tez chopishadi. Men aytdilar,
Jon oz bo'lgan otlar tez chopishi mumkin, o'yinchilardan ko'ra tezroq yugursa ham va bu ot o'yinchidan sekin yuguradi. Mayli, yaxshi otni topish ham mumkin edi, lekin mana shu ham bo'laveradi. Xo'sh, bu yerga qishloq, Resource. Bu yerda qishloqda o'yinchilar o'ynagan va chiroyli joy lokatsiyalar bor ekan. The crafting table va bu yerda hozircha normal narsa bo'lyapti. Va men tushib ko'rishim kerak. Mega otmen oldin turgan. Va hech nima odatdagidek. Nega bu otni qo'yganmi? Nima bo'ldi bu otga? Bilmadim. Bu yerdagi narsa yig'ishtirib ketilgan. Yo'q albatta ot. Vaqtlab, tepada nothing. Hech nimasi yo'q lekin bu yer yaxshigina qishloq. Yo'qlagan ekan bitta o'yinchi. Nega? Nega men chalib ketyapti? Nega? Kimni uryapti meni? Kimni uryapti? Nima? Hamma narsa bo'ldi. Suffocated in a val. Nima bilan o'ldim? Val. Kim uryapti meni? Nima uryapti? Nima? Yo'q. Yana suffocated bitta bola o'yinchimi bu? Nega? Bo'ldi. Ket. To'xtadi. Qorong'i tushyapti. Nima bo'ldi bunga? Aytgan tursam bu Minecraft aqldan o'syaptimi? Yo bo'lmay yutishim kerak men challenge 100 ming yutishim kerak men. Men bu yerda qo'rqyapman. Yo men pul tilagim kelmayapti. Nimaga bloklar qilmayapti, o'zim bekita olmayapman? Nimaga? Men uxlamayapman. Hatto spawn pointdan bosilmayapti spawn point. Nimaga? Yo men qo'rqyapman. Bo'ldi bu. Qanaqadir o'yinchimi bu? Hozir o'yinchi o'ldirdimi? Bu Minecraft xatosimi yo bu beta to'mi xatosi bor bo'lishi mumkin. Buni lekin qani kamon otgan kamonlarim? Yo'q. O'zim nima qanimi otgan kamonlarim? Blok buzilyapti lekin. Men bilmadim. Men qo'rqyapman nagadir. Nimaga uxlash bo'lmayapti? Qorong'i tushdi-yu, uxla. Hozir moblar meni kelib meni o'ldirib ketadi. Nima bo'ldi menga? Xo'sh. Hozir kreativ ko'taman men. Ana qo'rqib bo'lmaydi. Xo'sh. Va kreativni yoqdim. Va kunda uni yo'q qilaman. Men o'lmayman, lekin bu xavflashib. Nimaga men ucholmayapman? Ikki marta bossam uchadi. Nimaga ucholmayapman men? Nimaga? Ucholmayapman. Faqat yuribman. Ucholmayapman. Nimaga ucholmayapman? Bu Minecraft jinnika. Men mashinaga bitta bilmadim lekin men qo'rqyapman men bu Minecraft o'zi bu. Nimaga men ucholmayapman kreativda? Nimaga? Suvga tushib ketdi. Mayli, yo'q qo'y ozgina. Nimaga? Bu Minecraft uchib bo'lmayapti. Hamma narsa qilsa bo'ladi yoki men nima o'ldirganini hayron qolyapman obunachilar. Nima o'ldirishim mumkin? Bu yerda hamma narsa normal-ku, oddiy o'yinchilar o'ynagan. Seni hech nima yo'qmi? Hech nima yo'qmi? Kreativ menyu ishlayapti. Va ot. Nima jinnimisiz ot? O'l. Sen o'ldingmi? Nimaga bunga menda bo'lmayapti? Parno, nimaga senga menda bo'lmayapti? Senga nimada bo'lgan, sen o'ldingmi? O'l. Nimaga o'lmayapti bu? Nechta jonim bor? Kimni chiqarganmi? Bu oddiy ot harakatlanmas bu. Bunga qanadir entity mob chiqargan bo'lmaydi chunki. Demak, mana shu otga bitta entity yoki Minecraft xatosimi kim bilmadim. Lekin bu tusmaydi, qo'li qichiq jislarni o'ldiradi. Eksternoqa bilmadim nimagaligini. Va bu yerda uylarda hisobni qilishgan. Va bu yerda albatta lava. Yaxshisi boshqa joydan ko'chirish kerak.
Xo'sh, nimaga ucholmayotganimni bilmadim lekin. Uni otga kimni minib olganmikin? Men axir serverda o'ynamayapman, bola bilan o'ynamayapman, internetim yo'q, Wi-Fi'm yo'q, puqam yo'q. Nimaga? Kimni ulab olganmikin men server unaqagamga? Do'stim menga aytayotgan prank qilyaptimi? Bitta mod bormi? Mod menyusi ham yo'q. Nima bu? Avratlar. Bu nima bu? Qanot. Bu hech qanaqa qilganmi? Bu yolg'on emas bu. Hech qanaqa bu unaqa emas. Ko'rdilarmi? Ayam keldingmi? Ko'rdilarmi ot? Panano degan ot. Maqaki. Voy, spam maqaki. Meni oldimda paydo bo'ldi. Qanaqa meni oldimda teleport bo'lding? Nima bunlar o'ldirib bo'lmayapti. Agar mashi xatmi bo'lsa, xo'sh, sen savdolash men bilan. Savdolash. Yo, men seni o'ldiraman. Ikkita o'lishga yetil. Nimaga bu o'lmayapti? Hammasi yaxshi-yu, qaytmayapti, lekin o'zi ham bu kreativga o'tgan bullshitdir. Men uni xato yuz bergan bo'lsa kerak. Men kreativda qancha kreativ bo'lgan, demak, boshqa mobilda bo'ldi bu nima otga? Kim chiqargan otga? Kim nima ustun qo'yib qilyaptimi ustimdan? Kamon ham otilmayapti. Qaysi tarafga harakatlansam bu otni meni harakatlarim qaytaryapti, u hechqachon o'lmayapti. Sekin uni ayol qilib o'tsammikin? Men bu Minecraft'ni bilmadim. Men balki yo'qsam, просто pulsat chizib bersam bo'ldi. Bu shungacha hozir 10-minutlari, 12-mi bilmadim, lekin 12-minutlari va qanot. Qani? Anay plus. Bo'lmi qo'fki deb bo'lmoqchilar. Mana bu yana qanaqasiga bu? Qanaqasiga? Bu imkonsiz. Bo'ldi omochlar, men qo'rqaman, men chiqib ketaman men. Bo'ldi, omochlar, men yo'qizmash, bermas pulni, men qo'rqaman men bunaqalardan. Hali bu dunyoda testlar o'tkazib xohlasangiz videoga like bosib qo'ying.